Assalomu alaykum do'stlarim. Bizda maxsus buyurtmamiz tayyor bo'ldi. Durable kompaniyasi, Durable Stone kompaniyasi Toshkent shahri beton konstruksiyalik ishlar uchun balka ishlab chiqaradigan maxsus temir qolibini. Bu Turkiyadan keltirilgan maxsus qolib bo'lib, bu asli 12 metrlik bo'lgan. Biz buni orasiga 6 metrlik qo'shdik. 18 metrlik ham quysa, 12 metrlik ham quysa bo'ladigan holatga keltirdik. Tak ancha murakkab ish bo'ldi, oson ish bo'lmadi. Mana ko'rib tursanglar. Mana bu joydan mana ulanadi. O'rtasining holati bu. Bunda 12 metrlik doim quyib yurishgan bo'lgani uchun ozgina fabrikdan bo'lgan, qolib o'rtalari ham razmerdan qochgan bo'lgan, ularni keltirib joy-joyiga qo'yib tayyorladik. Ancha murakkab bo'ldi. Silindrlarga keladigan bo'lsak, mana bu gidro silindrlar. Bular Turkiyadan keltirilgan. Bunaqa variantini bizda Andijon vodiydan topa olmadik. Maxsus buyurtma berib, eskiroq, lekin ishlariga shitovlarni yangi shitovlardan qo'ydirib, yig'dirib tayyorladik. To'rovi bir tomonga qo'ydik mana. Xudo xolasa yaxshi ishlaydi. Hozir buni yechib 12 metrlikka keltirib 18 metrlikka keltiramiz. Xo'p. Hozir nari tomonda ochamiz. Yechib 12 metrlikka keltiramiz hozir. Mana bu joyda qolibdi o'zi asli razmeri. Mana ko'rib turgan mana chiziqlarda turibdi. Bular Stone Durable kompaniyasini xodimlari o'zlari buni alohida nimadir qo'yishgan bunga. Betonni oqib ketish uchun qanaqadir nimagadir qo'yishgan buni. Asli mana chiziqdan ketgan bu. Bizniki o'sha chiziq bo'yicha, mana chiziq bo'yicha razmer olingan. Mana ko'rsa, mana chiziq bo'yicha ketgan. Endi bundan keyin xudo xolasa 24 metrligini boshlaymiz. Buni ham videolarni qo'yamiz xudo xolasa. Xo'p, yana bitta masala bu yerda. Manaqa vintovoy nima deydi buni? Gayka boltlari xullas. Bizda bular topilmadi. Biz o'zimiz maxsus manaqa qalin temirdan qilib qo'ydik. Agar bular mana shu bilan ketsa, ish ketdi, bo'lmasa shunga mana Turkiyadan zakaz qilib olib keltirib ular qo'yishib oladi o'zlari. Bu bizda topilmadi bu narsa.
Alo ko'tarib turibdi. Endi mana tortishyapti. Yapishdi, ha? Yapıştı. Uzun da bu. Ha. Kaltaroqga aka bolt olamiz. 6lik aka boltdan olamiz. Bo'ldi mana yig'ildi. Inshaalloh mana 12 metrlikda qaytarib joyiga qo'ydik. Menimcha Durabuldagi bolalar o'zi buni yig'ishni juda ham yaxshi biladi buni. Biz o'rgatishimiz shart emas. Mana bu. Yon bosh tomoni mana. Mana 12 metr holatiga keldi mana.